Diqqat, tezkor xabar! Vologdada migrantlarni qurilish sohasida ishga olish taqiqi bekor qilindi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyaning Vologda viloyatida 2025-yil 27 fevralda muhojirlarga qurilish sohasida ishlash taqiqlangan edi. Biroq natijada qurilish sohasining to'xtab qolganligi tufayli ushbu taqiq 5 mart kuni bekor qilindi. Bu ma'lumot general Georgiy Filimonovning qaror loyihasi orqali ma'lum bo'ldi. Ushbu cheklovni bekor qilish sabablari qatorida mahalliy mutaxassislar qurilish sohasidagi bo'sh ish o'rinlarini to'liq to'ldira olmayotganligi ko'rsatilgan. Loyihaga ilova qilinayotgan izoh xatida Vologdada bu sohada ishlashni xohlovchi fuqarolar yetarli emasligi aytilgan. Hokimiyatning yangi farmoyishiga ko'ra, zarur hujjatlarni olgan migrantlar endi Vologda viloyatidagi qurilish obyektlarida yana ishlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ish beruvchilarga chet el ishchilar uchun ruxsatnomalarni rasmiylashtirish tartibiga e'tibor qaratish tavsiya etilgan va bu jarayon endi yanada osonlashishi ta'kidlangan. Hokimiyat qurilish samaradorligini oshirish va yangi loyihalarni amalga oshirishda kechikishlarning oldini olish uchun migrantlarni ishga olish shartlarini hattoki soddalashtirgan. Bundan tashqari, migratsiya bo'linmalari xodimlari barcha huquqiy normalarga rioya qilinishini ta'minlash va ma'muriy huquqbuzarliklar xavfini kamaytirish uchun qurilish sohasi vakillari va migrantlar uchun qo'shimcha tushuntirish tadbirlarini o'tkazish belgilangan.